Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Abu MC. Bugun biz Minecraft lekin rutalardan epik narsalar modda o'ynaymiz va Ender Dragon'ni yutishga harakat qilamiz. Unda qani ketdik, go. Qani birinchi daraxtni chopib olamiz. Men bu yerda biroz kuchayganman. Hozir esa o'zim keyin montaj qilib ovoz beryapman. Shunga biroz tushunmovchilik bo'lsa uzr so'rayman. Bu yerda mis bor ekan, birinchi epik narsani misdan olar ekanmiz. Bu misdan temir narsalar berdi. Oltin olma, yaxshi. Hozir esa men bu yerda ko'p vaqt kuchayganman va buni tezlashtirib yuboraman. Hozir men bu yerda Reptid 3, ya'ni suvda va yomg'irda uchsa bo'ladigan nayzani tashlab yuborganman. Bu yerda hali men afsuslanaman. Hozir men full kuchayib olib, lavali kul topish uchun yo'l oldim va oldimdan katta kon chiqib qoldi. Uning ichida esa lavali ko'l bor ekan. Hozir men portal qurib bo'lib, uni yoqish uchun flint qidirishga ketdim. Va turli rudalarni qazib ko'rdim. Graveldan flint tushdi va temir olish uchun turli rudalarni qazib ko'rdim. Sizlarga maslahat, birinchi bo'lib hamma rudalarni tekshirib ko'ring. Chunki Redstone'dan Ender ko'zning o'zini berar ekan, men Nezerga borib uni olib kelmoqchi bo'libman. Birinchi bo'lib hamma rudalarni tekshirib ko'rishni maslahat beraman. Keyin esa bu flint qidirishni to'xtatdim va shu yerning o'zida to'g'ridan-to'g'ri Nezerga bormasdan Strongholdga ketishga qaror qildim.
va ko'zni otib ko'rsak, u bu yoqni ko'rsatdi va Stronghold yonginamsa deb o'ylabman, lekin adashgan ekanman. Stronghold bizdan juda uzoqda ekan va bizning safarimiz uzoqqa cho'ziladi. Tezlashtirilgan kadrda ko'ring. Bu sekin qazish effektini qayerdan keldi desangizlar, u yerda Ender Guadarlarning qasri bor ekan va shu yerdan o'tganligim tufayli unaqa sekin qazish effekti menga berildi. Va nihoyat Strongholdga keldim deganda, man bu yerda Strongholdning oldidan o'tib ketganman va men Bedrockgacha qazib tushganman va yana qazib chiqqanman. O'lishimga bir baqiya qolgan. Va yana qaytib Strongholdga keldim. Va yana portalxonani topish uchun yana ancha vaqt izlandim. Mana suvlarga qarang, bir blokda turib qolgan. Bu qanaqasiga spam bo'lganda shunday bo'lganmi endi bilmayman. Va nihoyat portalxonani topib bo'lib, Ender Dragon o'ldiraman deb borayotganimda yana bir muammo bor ekan. Shader tufayli kristallarni ko'rsatadigan joy unchalik ko'rinmay qolgan va u yerda ham kristallarni sindirish men uchun qiyin bo'lgan. Va shuncha TNTni portlatmoqchi bo'lganman, daraxt yo'q, tugma yasay olmayman. Bunaqa oddiy daraxt, oddiy cobblestone bilan tugma yasab bo'lmas ekan, buning uchun stonening o'zi kerak bo'lar ekan va shuncha TNTni bekordan bekorga olib kelgan ekanman men.
va yana har doimgi ishni qilib, kristallarni portlatamiz. Va challenjimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Kelgusi videolarda o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.